Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti oliy matematika kafedrasi o'qituvchisi Kenja Toshbolta Aminovman. Bugun men algebra fanidan chiziq tenglamalar sistemasi va uni yechishning Kramer usuli mavzusini o'tamiz. Mavzuning rejasi bilan tanishtirib o'taman. Chiziqli tenglamalar sistemasi haqida umumiy tushunchalar. Ikkinchisi 2 va 3 noma'lum chiziq tenglamalar sistemasining matrisasi. Undan keyin chiziq tenglamalar sistemasini yechishning Kramer usuli bilan tanishib chiqamiz. Chiziq tenglamalar sistemasiga ta'rif beramiz. Avvalambor ta'rif en noma'lumli enta chiziq tenglamalar sistemasi deb quyidagi ko'rinishdagi sistemaga aytiladi. Bu yerda birinchi qatorda demak A1 1x1 va plus A1 2x2 va plus A1 3x3 va hokazo A1 n xn teng B1 elementlar qatnashgan. Xuddi shunday ikkinchi qatorda A2 1x1, A2 2x2 va hokazo A2 n xn teng B2 elementlar qatnashyapti. So'nggi qatorida AM1 x1, AM2 x2 va hokazo AMN va xn teng BM adlar qatnashyapti. Demak, bu sistemani bir raqam bilan belgilab olamiz. Bu yerda AIJ'lar noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlar, umumiy holda B esa ozod hadlar deyiladi. Endi birinchi chiziqli tenglamalar sistemasining AIJ koeffitsentlaridan tuzilgan to'rtburchakni A matrisani xj noma'lumlar va B ozod hadlardan hosil qilingan x va b ustun matrisalarini kiritamiz. Demak, birinchi A matrisa o'sha noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlardan tashkil topgan matrisadir, ya'ni A11, A12, A13 va hokazo A1n. Ikkinchi qatorda A21, A22, A23, A2n. Va so'nggi qatorda AM1, AM2, AM3 va hokazo AMN elementlardan tashkil topgan. X matrisamiz esa enta qatordan tashkil topgan ustun matrisadir. B matrisamiz esa bu ham enta satrdan iborat ustun matrisa. Bu demak ozod hadlardan tashkil bo'lgan matrisadir. Ikkinchi ta'rif birinchi chiziqli tenglamalar sistemasining yechimi deb shunday x1 alfa 1, x2 alfa 2, xn alfa n sonlarga aytiladiki, ular tenglamalar sistemasiga qo'yilganda har bir tenglamani qanotlantiradi, ya'ni to'g'ri tenglikka aylanadi. Sistemaning yechimlari x teng x1, x2, xn ustun matrisadan iboratdir. Sistemaning yechimini topish demak o'sha alfa 1, alfa 2 va alfa n sonlarni tenglamaga qo'yganimizda bu tenglik qanotlantirilsa, bu sonlar yechimi hisoblanadi. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda 3 hol bo'lishi mumkin. Birinchi hol sistema yechimga ega va bu yechim yagona. Masalan, birinchi misolda 3x1 plus 4x2 teng minus 14. Ikkinchi tenglamamiz 2x1 minus 3x2 teng 19. Bu sistemaning yechimi yagonadir. Ya'ni x1 teng 2 va x2 teng minus 3 yagona yechim bo'ladi. Ikkinchi holda sistema yechimga ega va bu yechim bittadan yo cheksiz ko'p yechimga ega bo'lishi mumkin. Mana bu ikkinchi holga misol keltirilgan. Uchinchi hol sistema yechimga ega emas. Ya'ni bu sistemaning yechimi yo'q. Mana bizda misol keltirilgan x1 x2 teng 1, ikkinchisi x1 x2 teng 0. Bunday tenglama har ikkala tenglikni qanotlantiradigan, demak sonlar mavjud emas. Endi biz mana shu tenglamalar sistemasini Kramer usulida yechish bilan tanishib chiqamiz. 3 noma'lumli 3 ta chiziqli tenglamadan iborat mana shu sistema berilgan bo'lsin bizga. O'sha sistemani Kramer usulida yechish uchun birinchi o'sha x1, x2 va x3 noma'lum chiziqlar tenglamalar sistemasidagi noma'lumlar oldida koeffitsiyentlar bilan, ya'ni A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 sonlar
koeffitsiyentlarni va B1, B2 va B3 ozod xatlarning oldidagi koeffitsiyentlarni o'rganib chiqamiz. Va bu sistemaning koeffitsiyentlaridan quyidagi determinantni hosil qilamiz. Ya'ni noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlardan delta deb nomlangan determinantni hosil qilamiz. Undan keyin bu determinantning birinchi, ikkinchi va uchinchi ustunlarini mos ravishda ozod xatlar bilan almashtirib, quyidagi yordamchi determinantlarni tuzamiz. Ya'ni delta x1. Demak, bu yerda birinchi ustunga ozod xatlardan tashkil topadi. Ikkinchi va uchinchi ustun esa delta determinantining ustunlaridan tashkil topgan. Ikkinchi determinantimiz delta x2 determinant. Bu yerda demak birinchi va uchinchi ustun delta determinantining ustunlaridan tashkil topadi. Ikkinchi ustun esa ozod xatlardan tashkil topadi. Uchinchi delta x3 determinant. Bu yerda birinchi va ikkinchi ustunimiz delta determinantining ustunlaridan tashkil topadi. Uchinchi ustunimiz esa ozod xatlardan tashkil etiladi. Endi mana shu tenglamani yechish uchun, tenglamalar sistemasining yechimini topish uchun quyidagi teoremadan foydalanamiz. Teorema: agar delta 0 dan farqli bo'lsa, u holda 4-sistema yagona yechimga ega bo'ladi. Ya'ni u quyidagi tartibda topiladi. x1 teng bo'ladi delta x1 taqsim delta, x2 teng bo'ladi delta x2 taqsim delta, x3 teng bo'ladi delta x3 taqsim deltaga. Ikkinchi holat, delta teng 0 bo'lib, delta x1, delta x2, delta x3lar dan kamida bittasi 0 dan farqli bo'lsa, bu holda sistemamiz yechimga ega bo'lmaydi. Uchinchi holat, ya'ni delta x1, delta x2 va delta x3larning barchasi 0 ga teng bo'lganda sistema cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Mana shu yuqorida keltirilgan tenglamalarni yechishni topish formulalari Kramer formulalari deb ataladi. Endi mana shu Kramer formulasidan foydalanib misol yechishni qaraymiz. Tenglamalar sistemasi yechishni qaraymiz. Masalan, bizga mana shu ko'rinib turgan tenglamalar sistemasi berilgan bo'lsa, demak bu yerda 3 ta noma'lumni 3 ta tenglamadan iborat bo'lgan chiziqli tenglamalar sistemasi berilyapti. Bu tenglamani yechish uchun avvalambor biz sistema koeffitsentlaridan tuzilgan delta asosiy determinantni hisoblaymiz. Ya'ni delta determinantni tuzib olamiz. Demak bu 2, 3, 1, minus 1 birinchi qatori, ikkinchi qator 1, 1, 2, uchinchi qatorda 2, minus 1, 1 sonlardan tashkil topgan determinant. Endi bu determinantni hisoblasak, demak 18 chiqyapti bu determinant qiymati. Bu demak 0 dan farqli. Shuning uchun bu tenglamamiz demak yagona yechimga ega. Bu yechimni topish uchun demak delta x1 ni hisoblaymiz birinchi. Ya'ni delta x1 ni hisoblash uchun o'sha delta determinantning birinchi ustuniga ozod xatlarni qo'yib chiqamiz. Ya'ni 5, 7, 1 ni. Va qolgan ikkinchi, uchinchi ustunga esa o'sha delta determinantning o'zining elementlarini yozib chiqamiz. Va natijada bu determinantni hisoblasak 8 chiqyapti. Buni qiymati. Endi keyingi determinantlarni ham hisoblaymiz. Delta x2 ni hisoblaymiz. Buni oldin tuzib olamiz. Demak bu yerda birinchi va uchinchi ustunlari o'sha delta determinantning ustunlaridan iborat bo'ladi. Ikkinchi ustun esa ozod xatlardan tashkil topgan bo'ladi. Bu determinantni hisoblaganimizda javob 38 chiqyapti. Endi uchinchi delta x3 determinantni hisoblaymiz. Bu yerda birinchi, ikkinchi ustun delta determinantning ustunlaridan iborat. Uchinchi ustun esa ozod xatdan iborat. Mana shu determinantni hisoblaganimizda javob 40 chiqyapti. Endi biz noma'lumlarni hisoblaymiz. Ya'ni x1, x2 va x3 ning qiymatlarini hisoblaymiz. Demak, bu yerda x1imiz o'sha delta x1 taqsim deltaga teng. Bu 8 taqsim 18, ya'ni qisqartiradigan bo'lsak 4 taqsim 9 bo'ladi. Keyin x2 ni hisoblaymiz.
x2 ni hisoblash uchun delta x2 ni deltaga bo'lamiz. Ya'ni bizda 38 delta x2 delta esa 18 ga teng. Demak, 38 taqsim 18. Buni 2 ga qisqartirsak 19 taqsim 9 bo'ladi. x3 ni hisoblaymiz. Delta x3 taqsim delta, demak bu teng bo'ladi 40 taqsim 18. Buni 2 ga qisqartirsak 20 taqsim 9 bo'ladi. Bugungi mavzuda o'tmoqchi bo'lgan narsalar mana shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.